Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugungi video darsimizda cardiovascular system, ya'ni qon tomir, yurak qon tomir sistemasiga oid artikelni ko'rib o'tamiz. Uni in detail analiz qilamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda highlight qilingan so'zlar bor va mana bunaqa tagiga chizilgan so'zlar bor. Bular nima degani? Highlight qilinganlar odatda yangi siz o'rganishingiz kerak bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Tagiga chizilganlarni ham o'rganish kerak, lekin ularning farqi odatda grammatik strukturalar. Bularni video dars davomida yana tushunib olasiz nimaligini. Hozir chalg'ish shart emas. Maslahat berardimki, xuddi shu holida o'rganing bu yangi so'zlarni. Ya'ni misol uchun mana bu yerda primary function degani highlight qilingan. Primary degani asosiy degani, function funksiya, ya'ni alohida olmang. Primary asosiy ekan, function funksiya ekan deb emas, primary function, ya'ni asosiy funksiya deb o'rganishni maslahat beraman. Shunda so'zlarni ko'proq va tezroq o'rganasiz va kontekstda ishlatilishini ham osonroq tushunib olasiz. Demak, boshladik. The cardiovascular system consists of the heart, blood vessels and blood. Yurak qon tomir sistemasi consist of degani tashkil topadi. Tashkil topgan. Dan tashkil topgan. Nimalardan? Yurak, the heart, qon tomirlar, blood vessels and blood. Va qondan tashkil topgan ekan. Its primary function is to transport nutrients and oxygen-rich blood to all parts of the body. Uzun gap ekan, bo'lamiz. Its degani uning degani. Primary function, ya'ni asosiy funksiyasi dedik. Nima ekan? Is bu to transport. Transport qilish ekan. Nimalarni? Nutrients, oziq moddalar va oxygen-rich blood. Kislorodga boy qonni qayerga? To all parts of the body. All parts of the body degan tananing hamma qismlariga transport qilish ekan mana shu narsalarni. Va and to carry. Carry degani olib borish, tashish ma'nosida keladi. Deoxygenated blood back to the lungs. Kislorodsiz qonni, deoxygenated blood degani kislorodsiz qon degani. Carry back, ya'ni to the lungs. O'pkalarga qaytarib olib kelish funksiyasini bajaradi ekan. Uning primary funksiyasi transport va carry blood back to the lungs ekan. Xo'p. Abnormalities or injuries to any or all parts of the cardiovascular system can result in serious health complications. Abnormalities degani abnormalliklar, ya'ni buzilishlar yoki injuries. Injuries degani jarohatlar. To any, xohlagan, birorta degan to any or yoki all parts, hamma qismlariga of the cardiovascular system. Ya'ni yurak qon tomir sistemasining birorta yoki hamma qismlariga bo'ladigan jarohatlar yoki abnormalliklar nima bo'lishi mumkin? Can result in. Result in degani ga olib kelishi mumkin. Mana shunga sabab bo'lishi mumkin degan, shu natijaga olib keladi degani. Serious health complications, jiddiy sog'lik asoratlariga. Complication degan muhim so'z, asoratlari degani. Ya'ni birorta kasallik bo'ladi, undan keyin asoratlar qoladi. Mana shu narsani ingliz tilida complication deydi. Common conditions that can affect the cardiovascular system include coronary artery disease, heart attack, high blood pressure and stroke. Common conditions, ya'ni common degani keng tarqalgan holatlar, condition holat degani qaysiki affect the cardiovascular system, ta'sir qiladigan cardiovascular sistemga ta'sir qiladigan umumiy keng tarqalgan holatlar include o'z ichiga oladi koronar arteriya kasalligi, disease degani kasallik degani, heart attack yurak xuruji, high blood pressure yuqori qon bosimi and stroke va infarkt. Mana shular keng tarqalgan common conditions ekan.
This article explores the cardiovascular system, including its components and their functions. Demak, artikelga qisqacha tavsif berilyapti. Explore degani kashf qilish degani, ochib berish degani. Bu artikel, demak, qon tomir sistemasi, ya'ni uning komponentlari va funksiyalarini ochib beradi ekan. Components of the cardiovascular system. Components degani komponentlar, ya'ni tarkibi. Qon tomir sistemasining tarkiblari. The cardiovascular system is the system responsible for delivering blood to different parts of the body. Yurak qon tomir sistemasi shunday sistemaki, responsible for degani uchun javobgar yoki javobgar, nimagadir javobgar bo'lish. Xo'p, deliver degani yetkazib berish yoki olib yurish ma'nosida. Yetkazib berish bu yerda ko'proq tushadi. Blood to different, tananing turli xil qismlariga kislorodni yetkazib berishga javobgar sistema ekan bu qon tomir sistemasi. It consists of nima dedik? Dan tashkil topgan dedik. The following organs and tissues. Demak, following degani quyidagi degani, organlar, tissues to'qimalar. Demak, cardiovascular system quyidagi organ va to'qimalardan tashkil topgan ekan. Endi bitta ularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, the heart, yurak. A muscular pump that forces blood around the body. Pump degani nasos degani. Muscular degani muskulli. Demak, yurak bu muskulli nasos bo'lib, that qaysiki, forces degani siqadi yoki haydaydi desak bo'ladi. Haydaydi qonni around the body, tana bo'ylab qonni haydab beradigan muskulli nasos ekan. A closed system of blood vessels. A closed system degani yopiq sistema. Qon tomirlarining yopiq sistemasi demoqchi bu yerda. Demak, these vessels include ni yuqorida ham aytdik, o'z ichiga olish. Bu tomirlar, bu tarmoqlar. Mana vesselsni tarmoqlar desak, yana ham yaxshiroq chiqadi. Bu tarmoqlar o'z ichiga oladi. Birinchisi, arteries, arteriyalar. Bular nima? Vessels that carry blood away from the heart. Bular o'sha tarmoqlarki, carry blood away from the heart degani yurakdan qonni olib ketadigan tarmoqlar ekan. Keyingisi, veins, venalar. Vessels that bring blood back to the heart. Shunday o'sha tarmoqlarki, yurakka qonni olib keladi. Bring degani olib kelish degani. Back orqaga, to the heart. Ya'ni away from, mana bu yurakdan olib ketadi ekan. Venalar back to the heart, yurakka olib keladi ekan. Capillaries, kapillyarlar, tiny vessels that branch off from arteries to deliver blood to all body tissues. Tiny degani juda ham kichkina degani. Juda ham kichkina tarmoqlar ekan. Qaysiki? Branch off. Mana shu tarmoqlanadi degani. Branch off. Mana shundan chiqadi. Mana shundan tarmoqlanadi degani. Qayerdan? Arteriyalardan. To deliver blood to all body tissues. Tananing barcha to'qimalariga qonni yetkazib berish uchun xizmat qiladi ekan bular. Demak, there are two blood circulatory systems in the body. There are degani bor degani, two. Ikkita sirkulyar sistema bor ekan tanada. Qon aylanish sistemasi deylik. The first is the systematic circulatory system. Birinchisi sistemli ekan, ya'ni umumiy. Buni katta qon aylanish desa bo'ladi. This is the main blood circulatory system that transports blood to the organs, tissues and cells throughout the body. Bu demak main degan asosiy circulatory system ekan, qon aylanish sistemasi ekan. That qaysiki transport qiladi ekan. Qonni to the organs, organlarga, to'qimalarga va hujayralarga. Throughout the body. Throughout degani bo'ylab degani. Tana bo'ylab hujayralarga, to'qimalarga, organlarga qonni transport qiladi ekan. Buni asosiy funksiyasi. The second is the pulmonary circulatory system. Ikkinchisi bu pulmonar aylanish sistemasi ekan, circulatory system ekan. This
Circulatory system moves blood between the heart and lungs. Bu sirkulator sistema nima qilar ekan? Moves degani harakatlantiradi, olib yuradi desak bo'ladi. Qonni between orasida. The heart and lungs. Between the heart and lungs degani yurak va o'pkalar o'rtasida qonni harakatlantirishni ta'minlaydi ekan bu. It is where oxygen enters the blood and carbon dioxide leaves the blood. It is where degani mana shu yer degani. Mana shu yer. Yana buni soddaroq qilib, it is where ni mana shu joyda desak bo'ladi soddaroq qilib. Mana shu joyda kislorod enters degani kiradi degani. Enters degani kirish degani. Binolarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, katta-katta binolarda enter bor, exit bor. Enter kirish degani, exit degani chiqish degani. Exit deb yozib qo'yadi. The blood oxygen enters the blood. Demak, kislorod qonga kiradi ekan, and carbon dioxide leaves. Leaves degan tark etish degani. Tark etish degani. Kislorod kiradi ekan, karbonat angidrid, carbon dioxide bu karbonat angidrid qonni tark etadi ekan. Ya'ni mana shu the second pulmonary circulatory system bu shunday joyki kislorod qonga kiradi va karbonat angidrid qondan chiqadi, qonni tark etadi. Xo'p, bu yerda structure of the heart debdi, ya'ni tuzilishi, yurakning tuzilishi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek, aorta mana, pulmonar arteriya, right atrium. Atrium degani, xo'p, bo'lmacha degani. Bo'lmacha, bu yerda o'ng, bu yerda chap bo'lmacha. Mana ventricle degani qorincha degani endi. Ventricle qorincha, chap qorincha, o'ng qorincha. Mana bu valve degani klapan degani. Klapan. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana mitral klapan, mana bu yerda tricuspidal klapan turibdi. Demak, bu yerda bo'lmacha atrium deb nomlanar ekan, klapan valve and qorincha ventricle deb nomlanadi ekan. The heart endi anatomiyasini ko'rib o'tamiz. The heart consists of 4 distinct chambers. Yurak deyapti, consist of dan tashkil topgan yana 4 ta distinct alohida, distinct degani alohida bo'limlardan, chambers, bo'lmalardan tashkil topgan. Bo'limlar desak ko'proq tushadi. Demak, bu yerda 2 upper chambers called atria. Yuqorigi ikkita bo'lmalar called atria. Atria deb nomlanadi ekan. Mana bu lotinchasi atria. And 2 lower chambers called ventricles. Va lower degani pastdagi degani. Pastdagi ikkita bo'lmalar ventricle deb nomlanadi ekan. Yana qorinchalar. Chambersni bizda yana kamera desak ham bo'ladi. A wall, devor or septum yoki septum separates the atria and ventricles. O'sha devor yoki septum deb nomlanadi, qorinchani demak bo'lmalardan ajratib turadi ekan. Septum. Mana bu to'siqni septum deydi. Septum. Xo'p. Keyingisi valves control the flow of blood within the different chambers. Klapanlar control qiladi, boshqaradi the flow of blood, qonning oqimini degani. Within the different chambers. Ichida, within degani ichida degani. Turli xil bo'limlarda, kameralarda qonning oqimini nazorat qiladi ekan, boshqaradi ekan. Blood follows the following path through the heart. Follow degani ergashadi degani. Ergashadi. Following quyidagi. Follows ergashadi. Quyidagi yo'l bo'ylab harakatlanadi. Quyidagi yo'llar bo'ylab o'tadi desak bo'ladi bu yerda hozir. Through path degani yo'l degani yurak bo'ylab quyidagi yo'llardan o'tadi. Demak, birinchisi blood lacking oxygen. Xo'p, blood lacking degani yetishmayotgan yoki kamaygan desak bo'ladi. Ya'ni kislorodi kamaygan qon.
desak bo'ladi buni. Returns degani orqaga qaytadi. Returns from the body, tanadan. Ya'ni kislorodga boy qon tanaga tarqaldi, u yerda kislorodni berdi. Endi kislorodi kam bo'lgan blood lacking oxygen. Kislorodi kam bo'lgan qon tanadan qaytadi ekan and enters the right atrium. Qayerga kiradi ekan? O'ng bo'lmachaga kiradi ekan. Upper right chamber, ya'ni mana bu yerda upper deb yuqori o'ng kamerani aytyapti. Via degani through, orqali degani. Ikkalasi ham bitta ma'nosi. Via, through, orqali degani. The inferior vena cava and superior vena cava veins. Demak, nima orqali? Pastki vena cava, inferior degan pastki va yuqorigi vena cava venalari orqali kiradi ekan. Ya'ni qon organizmga kislorodni bergandan keyin yuqorigi va pastki vena cavaga to'planadi va mana shu orqali right atriumga kiradi ekan. Right atriumga kiradi ekan. Ya'ni o'ng bo'lmachaga kiradi ekan. Blood flows through the tricuspid valve and enters the right ventricle, lower right chamber. O'sha qon flow oqadi degani. Oqadi. Through bo'ylab dedik. Throughni tricuspidal klapan orqali oqadi ekan. Qayerga? And enters va kiradi. O'ng qorinchaga kiradi ekan. Bu yerda pastki o'ng lower right chamber bo'lim deyapti yoki kamera. Keyin the right ventricle pumps blood through the pulmonary valve and out of the heart via the main pulmonary artery. Keyin o'ng qorincha, pumps degani siqadi degani. Pumpni o'zini nasos dedik, noun shaklida. Agar verb bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda s qo'shilgan. Ya'ni 3-shaxsda s qo'shiladi bizda fe'lda. Siqadi degani. O'sha nasos funksiyasini bajaradi degani. O'ng qorincha qonni siqadi ekan. Nima bo'ylab? Through the pulmonary valve. O'sha pulmonar klapan orqali siqadi ekan. And out of the heart. Ya'ni yurakdan, out degan tashqari, yurakdan tashqariga siqadi. Via the main pulmonary artery. Asosiy, mainni asosiy dedik. Demak, pulmonar arteriya orqali yurakdan siqadi ekan. Xo'p, the blood then flows through the left and right pulmonary arteries into the lungs. Keyin qon flows degani oqadi dedik. Through bo'ylab the left and right pulmonary arteries into the lungs. O'ng va chap o'pka arteriyalar orqali into degani ichiga degani, into the lungs. O'pkani ichiga kiradi ekan. Ya'ni o'ng qorinchadan chiqdi, pulmonar arteriya asosiy katta o'pka arteriyasiga chiqdi, u orqali endi o'ng va chap o'pka arteriyalar orqali o'pkaga kiradi ekan. Here, bu yerda, the process of breathing draws oxygen into the blood and removes carbon dioxide. Bu yerda the process of breathing degani nafas olish jarayoni. O'zbek kitoblarida nafas olish akti deb ketadi. Draws oxygen. Draws degani o'zi aslida chizish degani, lekin bu yerda tarqatish ma'nosida, yo'naltirish ma'nosida kelyapti. Yo'naltiradi ekan. Kislorodni qonga yo'naltiradi ekan. Oxygen into the blood, ya'ni qonga yo'naltiradi va remove degani chiqarib tashlaydi degani. Karbon dioxid, karbonat angidridni chiqarib tashlaydi ekan va kislorodni qonga kiritadi ekan. As a result, bu natijada degani. Natijada the blood is now rich in oxygen. Endi qon kislorodga to'yindi. Kislorod kirdi qonga. Karbonat angidrid chiqdi, kislorod kirdi. Rich in degani mana shuni o'ziga boy degani. Misol uchun rich in nutrients desa, oziq moddalarga boy degani.
This food rich in vitamins desa misol uchun bu ovqat vitaminlarga boy degani. Bu yerda kislorodga boy deyapti. The blood returns to the heart and flows into the left atrium, upper left chamber, via 4 pulmonary veins. The blood returns degani orqaga qaytariladi, to the heart, yurakka qaytariladi, and flows into qayerga oqadi? The left atrium, chap bo'lmachaga, ya'ni upper degani yuqoriga, chap kamera. Nima orqali? 4 pulmonary veins, 4 ta o'pka venalari orqali chap bo'lmachaga kiradi ekan. Blood flows through the mitral valve and enters the left ventricle, lower left chamber. Keyin qon demak oqadi ekan qayerga? Mitral clapon orqali oqadi ekan va enters the left ventricle. Chap qorinchaga kiradi ekan. Chap qorin. Mana shu jarayonlarni aytayotganda tasavvur qilsangiz, yana ham yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Ya'ni qonni chap bo'lmachadan mitral clapon orqali chap qorinchaga kirishini. The left ventricle pumps the blood through the aortic valve into a large artery called the aorta. Ya'ni left ventricle, ya'ni chap qorincha pumps siqadi ekan qonni. Nima orqali? Aortal clapon orqali katta, into the large degani katta degani, large artery, called degani nomlanadigan degani. Aorta deb nomlanadigan katta aortaga siqib chiqaradi ekan. Nima orqali? Aortal clapon orqali. This artery delivers blood to the rest of the body. Bu arteriya, ya'ni aorta, deliver, yetkazib beradi qonni qayerga? To the rest of the body. Rest of the body degani qonni, tanani barcha qismlariga, qolgan barcha qismlariga. Rest of the body. Tanani barcha qismlariga yetkazib beradi ekan. What is the cardiac cycle? Cardiac sikli nima? Yurak sikli desak bo'ladi. The cardiac cycle consists of 2 phases. Bu o'sha yurak sikli ikkita fazadan tashkil topgan ekan. Xo'p, demak, the first phase is diastole, in which the ventricles fill with blood. Demak, birinchi faza bu diastola fazasi ekan. Qaysiki ichida o'sha in which the ventricles, qorinchalar, fill with blood. Fill degani to'ldiriladi degani. Qon bilan to'ldiriladi. Birinchi diastola fazasida qorinchalar qon bilan to'ladi ekan. It begins when the aortic or pulmonary valve closes and ends when the mitral or tricuspid valve closes. It begins, u boshlanadi qachonki o'sha aortal yoki pulmonar klapanlar yopilsa boshlanadi ekan. Aortal yoki pulmonar demak klapanlar yopilsa boshlanadi ekan va tugaydi qachonki when the o'sha mitral yoki tricuspidal valve klapanlar yopilsa tugaydi ekan. Ya'ni qonga kirishi uchun, qonni qorinchalarga kirishi uchun demak mitral klapan va tricuspidal klapan ochiq bo'lishi kerak. Ya'ni boshlanishni aytyapti bu yerda. Mitral klapan va tricuspidal klapan ochiq bo'lsa, demak qon kiradi qorinchalarga. Qachonki ular yopilsa, demak qon to'lgan bo'ladi. During diastola vaqtida blood vessels, qon tomirlar return blood to the heart. Qonni yurakka olib keladi, qaytarib olib keladi. Return in preparation for the next contraction of the ventricles.
In preparation for degani mana shu tayyorgarlik vaqtida. Tayyorgarlik uchun desak bo'ladi. For the next contraction. Contraction degani qisqarish degani. Qorinchalarning keyingi qisqarishi uchun. Keyingi qisqarishi uchun. Ya'ni qorinchalar qachon qisqaradi? Qachonki ichida qon bo'lsa. Ichida qon bo'lsa, qisqarib, qonni siqib chiqaradi. Agar ichi bo'sh bo'ladigan bo'lsa, u kengayadi. Qonni so'rib oladi. The second phase is systole. Ikkinchi faza bu sistola davri. Fazasi in which qaysiki the ventricles o'sha qorinchalar contract and eject blood. Contract degani qisqaradi va qonni siqadi. Eject siqib chiqaradi qonni. It begins, bu boshlanadi, when the mitral or tricuspid valve closes and ends when the aortic or pulmonary valve closes. Demak, bu boshlanishi qachon? Qachonki mitral va tricuspidal klapanlar yopilsa boshlanadi ekan va qachonki ends when the aortic or o'sha aortal yoki pulmonar klapanlar yopilsa tugaydi ekan. The pressure inside the ventricles becomes greater than the pressure inside near blood vessels, thereby forcing the blood from the ventricles to the vessels. Bu jarayonni ham ozgina tasavvur qilish kerak, shunda so'zlarni ham yaxshiroq tushunasiz. Bosim deyapti, the pressure, bosim inside the ventricles. Qorinchalar ichidagi, inside degani ichida degani. Qorinchalar ichidagi bosim becomes greater. Becomes degani bo'ladi. Greater kattaroq bo'ladi, kuchliroq bo'ladi. Than degani solishtirishda ishlatiladi. Than. So, misol uchun than ishlatilishini ko'rsak, my phone is beautiful than yours. Meni telefonim senikidan, than yours, senikidan chiroyliroq, misol uchun. Ya'ni qorinchalar ichidagi bosim kattaroq bo'ladi. Nimadan? Than the pressure inside near blood vessels. Near, o'sha yaqindagi qon tomirlarini ichidagi bosimdan qorinchalarni ichidagi bosim yuqoriroq bo'ladi ekan. Endi tabiiyki, bosim yuqori joydan bosim past joyga o'tadi. Bu yerda aytyapti, qorinchalar ichida bosim yuqori, tomirlar ichida bosim past, demak qorinchadan tomirga o'tadi. Thereby forcing the blood from the ventricles to the vessels. Mana xuddi hozir aytgan gap. Thereby degani shu orqali. Forcing, siqib chiqarish, blood from the ventricles, qorinchalardan, to the vessels, tomirlarga siqib chiqaradi ekan. Xo'p, mana bu rasmda yana ham yaxshiroq tushunsa bo'ladi buni. Tasavvur qilish uchun, misol uchun bu yerga kirdi, mana diastola vaqtida mana bu kengayishi kerak, ya'ni qonni so'rib oladi. Bu vaqtda mana bu ochiq bo'lish kerak, mitral klapan ochiq bo'lish kerak, ya'ni qon kira oladi. Mana shu diastola bo'ladi. Undan keyin bu yopiladi. Mana shu yopilgan paytda diastola tugagan bo'ladi. Ya'ni mana bu fill bo'ldi, qon bilan to'ldi. Endi bu qachon sistola bo'ladi? Bu qisqarishi kerak. Bu yoki bu. Ya'ni chap qorincha misolda tushuntiryapman, bu yoki bu. Qisqarishi kerak. Bu sistola bo'ladi. Qisqargan vaqtda tasavvur qiling, mana bu yopiq bo'lishi kerak. Agar yopiq bo'lmasa, qisgan payt yana tashqariga chiqadi. Bu endi kasallik hisoblanadi. Mana bu klapan yemirilishi hisobiga bo'ladi odatda. Mitral klapan yaxshi ishlamasa yoki yemirilsa, regurgitatsiya deydi. Mana bu qon qaytib chiqadi. Mana bu sistola bo'lgan vaqtda. Mana shu normal holatda mana bu yopiladi-da, mana shu yopilgan paytda diastola to'xtab, sistola boshlanadi. Sistola degani qisqarish. Ya'ni mana bu qon, bu yerdagi qon mana bu aortaga, mana bu yerga siqib chiqariladi. Aortal klapan bor mana bu yerda. Mana shu orqali aortaga siqib chiqariladi. Mana shu jarayon sistola deyiladi. Yoki bunda ham
xuddi shunday mana bu yopiq bo'lishi kerak bu kengayishi uchun. Ya'ni diastola bo'lishi uchun ochiq bo'lishi kerak, ya'ni qon kiradi. Sistola bo'lishi uchun bu yopiq bo'lishi kerak. Shunda mana bunga pulmonar arteriyaga qonni siqib chiqarib bera oladi. Ya'ni mana bu yerdagi diastola, ya'ni fazalarni, kardiak yurak siklidagi fazalarni yaxshi tushunish uchun buni tasavvur qilish muhim hisoblanadi. Demak, birinchi faza diastola dedik, ikkinchisi sistola ekan. The blood vessels. Ana endi qon tomirlari. The blood vessels. There are three major types of vessels. Major degani katta, asosiy. Demak, 3 xil asosiy katta turlar bor ekan qon tomirlarining. Arteriyalar, veins and capillaries. Venalar va kapillyarlar. Arteries with the exception of the pulmonary artery. Arteriyalar with the exception of degani istisnosi bilan o'sha pulmonar arteriyani istisno qilyapti. Deliver oxygenated blood to the tissues. Deliver yetkazib beradi. Ya'ni kislorodli qonni tanaga yetkazib, to'qimalarga yetkazib beradi ekan. Nimaga pulmonar arteriyani exception qilyapti, istisno qilyapti? Chunki pulmonar arteriyada yuqorida ham ko'rdik, kislorodga tuyingan qon emas, karbonat angidridga tuyingan qon ketadi. Ya'ni organizmdagi karbonat angidridga tuyingan qon birinchi qayerga keladi? O'ng bo'lmachaga keladi, o'ng bo'lmachadan qorinchaga va o'ng qorinchadan mana shu qon o'ng qorinchadan pulmonar arteriya orqali chiqadi. Qayerga? O'pkaga boradi. Ya'ni bu arteriya yurakdan chiqyapti, lekin tarkibida nima bor hali? Karbonat angidrid kislorodga tuyinmagan. U qachonki o'pkaga boradi, kislorodga tuyinadi, keyin chap bo'lmachaga keladi. Kislorodga tuyinib. Lekin yurakdan chiqayotgan paytda, pulmonar arteriyada orqali chiqayotgan paytda u hali kislorodga to'lmagan. Oxygenated blood emas u. Shuning uchun exception deyapti. At the tissues, to'qimalarda the oxygen and nutrient exchange, ya'ni mana bu yerda the oxygen and nutrient exchange degani kislorod va oziq moddalar almashinuvi. Exchange degani almashinuv. Is carried out. Carried out degani bajariladi. By nimadir orqali bajariladi. Nima orqali? The capillaries. By the capillaries, ya'ni kapillyarlar orqali amalga oshiriladi ekan. Kislorod va oziq moddalarni almashinuv kapillyarlar orqali amalga oshiriladi ekan. The capillaries, kapillyarlar also, shuningdek, return deoxygenated blood to the veins, which bring it back to the heart. Ya'ni kapillyarlar ham kislorodsiz qonni venalarga qaytaradi ekan, return qiladi, which qaysiki bring it back to the heart. Ya'ni bring it back ni yuqorida ham ko'rdik, yurakka qayta olib keladi. With the exception of the pulmonary veins. O'sha bu yerda pulmonar venani istisno qilyapti. Nima uchun? Chunki xuddi yuqorida aytganimizdek, pulmonar arteriyada kislorodga tuyinmagan qon bo'ladi va u yurakdan chiqyapti. Shuning uchun arteriya. Lekin tarkibida nima bor? Karbonat angidridga tuyingan qon bor. Endi o'pkaga bordi, exchange bo'ldi, almashindi, kislorodga tuyindi. Ana endi yurakka kelyapti. Nima orqali? Pulmonar venalar orqali. Yurakka keladiganini nima dedik? Vena dedik. Lekin uni tarkibida hozir nima bor? Kislorod bor. Shuning uchun exception qilyapti. Ya'ni odatda venalarni tarkibida deoxygenated blood bo'ladi deyapti, lekin pulmonarni o'pka venalarni istisno qilyapti. Mana bu yerda tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni venalar, mana bu yerda venula kichikroq bo'ladi va kapillyarlar. Mana bu yerda hamma kislorod va oziq moddalar almashinuvi bo'ladi. Ana arteriola, arteriya. Ya'ni mana kelyapti oziq modda, mana bu yerda kislorod va to'qimalar, kislorod va oziq moddalarga boy bo'lgan qon mana bu yerda almashindi, qaytib karbonat angidridga tuyinib chiqib ketyapti.
So mana bu yerda overview, ya'ni tushuncha umumiy ko'rinishi deyapti, of the vessels involved in blood circulation. Qon aylanishida ishtirok etadigan tomirlarni umumiy ko'rinishi deyapti. Mana bu rasmga tavsif beryapti. The arterial system. As a whole degani umuman olganda degani. The arterial system takes oxygenated blood from the heart and delivers it to the capillaries, where oxygen and nutrients exchange can occur. Arterial sistema takes oladi oksidlangan qonni, ya'ni kislorodga to'yingan qonni yurakdan oladi ekan, takes, and delivers, yetkazib beradi, ya'ni kapillyarlarga. Qayerki kislorod va o'sha nutrientlar, oziq moddalar exchange, almashinuvi, yuqorida ham ko'rdik uni, almashinuvi sodir bo'la oladigan joyga. Ya'ni umuman olganda arterial sistemani ma'nosi yurakdan kislorodga to'yingan qonni olib kapillyarlarga yetkazib berish ekan. There are 4 main types of artery in the body. Demak, bor degani there 4 ta asosiy turlari bor ekan arteriyalar tanada. Each har biri with a distinct structure and function. Distinct degani o'ziga xos degani. Farqli, alohida, o'ziga xos tuzilish, structure tuzilish va funksiyaga ega ekan har bittasi. We shall look at each in more detail in order of decreasing size. Ya'ni bu yerda har bittasiga in detail qarab o'tamiz deyapti. Ya'ni hajmni kamaytirish uchun, ma'lumot ko'p, shuning uchun bitta-bitta ko'rib o'tamiz demoqchi. Large elastic arteries yoki conducting. Conducting degani olib yuradigan, tashuvchi desak bo'ladi. Katta elastik arteriyalar yoki tashuvchi arteriyalar. These are the largest arteries found in the body. Bular tanada topilishi mumkin bo'lgan eng katta, the largest, eng katta arteriyalar ekan. And are found closest to the heart. Va ular asosan qayerda topiladi? Closest, yurakka eng yaqin joyda topiladi ekan. They function to conduct blood from the heart to regions of the body where it can be distributed. Ular qanaqa funksiyani bajaradi ekan? Conduct qo'shtirnoq ichida beryapti mana bu yerda, ya'ni qonni olib yuradi demoqchi. Qonni endi ozgina istisno ibora bilan aytyapti. Iboraviy holatda aytyaptiki, olib yuradi qonni. Yurakdan oladi ekan va to regions of the body, tanani turli regionlariga, qismlariga olib boradi ekan. Ya'ni qayerki where it can be distributed, tarqatilishi mumkin. Tanani turli regionlariga olib borgandan keyin u yerda distribute degani tarqatish, taqsimlash degani. O'sha har xil a'zolarga yetkazib beriladi. Elastic arteries include most of the named vessels surrounding the heart, such as the aorta and pulmonary arteries. Elastic arteriyalar include o'z ichiga oladi most of the named vessels degani yuqorida nomi sanalgan. Named o'zi nomlanish degani. Ya'ni bu yerda yuqorida bir qanchisini ko'rib o'tdik biz, aortani ko'rdik, pulmonar arteriyalarni ko'rdik. Shularni aytmoqchi, shularga urg'u beryapti. Ya'ni surrounding degani o'rab turgan, ya'ni o'sha atrofda joylashgan. The heart, yurakni o'rab olgan yuqorida aytilgan arteriyalar kiradi demoqchi. Such as, masalan, aorta va o'pka arteriyalari. Medium muscular arteries or distributing arteries. O'sha o'rta medium muskulli arteriyalar yoki distributing, mana bu yerda ham ko'rdik, mana taqsimlash, tarqatish, taqsimlovchi arteriyalar desak bo'ladi. From the large elastic arteries, blood enters smaller distributing arteries. From the large elastic, katta elastik arteriyalardan qon enters, kiradi qayerga? Kichikroq o'sha tarqatuvchi, taqsimlovchi arteriyalarga kiradi ekan. Va ular they distribute the blood to sub-regions of the body. Va ular taqsimlaydi qonni. Sub-regions degani subregionlar, ya'ni nisbatan kichikroq
sohalarga, tanani nisbatan kichikroq sohalarga tarqatadi ekan, taqsimlaydi ekan. Medium muscular arteries are similar in structure to large elastic arteries. Demak, bunday o'rta muskulli arteriyalar similar in structure degani strukturaviy tuzilish jihatdan o'xshash ekan to large elastic arteries. Katta elastik arteriyalarga, yuqorida ko'rganimiz mana bu yerdagilarga demak o'xshash ekan tuzilishi jihatdan. Arterioles. Arteriolalar are part of the microcirculation. Demak, arteriolalar endi mikrosirkulyatsiyaning qismi ekan, bir qismi ekan. They carry blood from the muscular arteries to the meta-arterioles. Demak, ular carry tashiydigan qonni qayerdan? From the muscular arteries, muskulli arteriyalardan, ya'ni mana bu ko'rganimiz manalardan, to the meta-arterioles, meta-arteriolalarga tashiydi ekan. Meta-arterioles arteries that supply capillary beds are known as meta-arterioles. Demak, meta-arteriolalar nima? Ular supply degan ta'minlash degan, ta'minlaydi ekan. Capillary beds yuqorida ko'rgan rasmimizda bor edi. Xullas, arteriyalar, kapillyarlar va venulalar birga almashinadigan joy. Xo'p, rasmda yana ko'rsak, mana bu qismni capillary beds deydi mana. Kapillyarlar, mana bu yerda venula, mana shu o'tish joyini capillary beds deydi. Xo'p, are known as degani sifatida shunaqa sifatda taniladi. Ya'ni meta-arteriola deb tanilgan. Shunaqa deb nomlanar ekan. Ya'ni mana shu capillary bedga qon bilan ta'minlab turadigan arteriyalar meta-arteriolalar deb ataladi demoqchi. Endi kapillyarlar. Capillaries consist of one layer of endothelium and its concordant basement membrane. Kapillyarlar dan iborat yoki tashkil topgan bir qavat endoteliumdan tashkil topgan ekan va uni concordant basement membrane, uni asosiy unga yopishib turgan membranasidan tashkil topgan ekan. Concordant basement degani shundoqqina uni ostida turadigan qavat bo'ladi. Mana shu concordant basement membrane deyiladi. They are specially adapted to provide a short diffusion distance for nutrient and gaseous exchange with the tissues they supply. Ular they are specially maxsus adapted to degani ga moslangan. Nimaga? To provide a short diffusion. Provide degan ta'minlash. Qisqa diffuziyani diffuzion masofani ta'minlash uchun. Ya'ni o'sha oziq moddalar va gazlar almashinuvi with the tissues they supply. Ular ta'minlaydigan to'qimalar bor. Ya'ni nima bilan ta'minlaydi? Gazlar kislorodni olib keladi, karbonat angidridni olib ketadi va oziq moddalarni olib keladi. Mana shunga moslashgan ekanki, o'sha yerda short diffusion distance yaratadi ekan. Ya'ni qisqa diffuzion masofa. O'sha to'qimalar orasidagi masofa o'sha qisqa bo'lsa, ularni almashinuvi ham yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa demoqchi. There are 3 types of capillaries. Demak, 3 ta turi bor ekan: continuous, fenestrated and sinusoidal, each of which have variably sized gaps between the endothelial cells. Demak, continuous davomiy ekan, fenestrated degani teshikli degani va sinusoidal turlari bor ekan. Qaysi biri? Har biri, each of which degani qaysiki, har biri ularni have variably sized gaps. Bor degani turli xil o'lchamdagi bo'shliqlari bor ekan. Gap degani bo'shliq degani. Between the endothelial cells. Endotelial hujayralar orasida turli xil bo'shliqlari bor ekan har bittasida.
These gaps act as a sieve. Sieve degani elak degani. Elak degani bu bo'shliqlar elak sifatida funksiya bajaradi ekan, controlling which molecules and structures can leave the capillary. Ya'ni o'sha kontrol qiladi, boshqa nazorat qilib turadi, molekulalar va har xil tuzilmalar kapillyarlardan chiqa oladi ekan, leave qila oladi ekan. Ya'ni teshik bor kapillyarlar devorida, o'sha teshiklar orqali almashinuv sodir bo'ladi. For example, in continuous capillaries located in skeletal muscle, only water and certain ions can leave. Misol uchun, davomiy kapillyarlarda, ya'ni o'sha skeletal muscle, skelet muskullarida bo'ladi ekan bular, faqat suv, only water and certain ions, ba'zi ionlar chiqa oladi ekan. In sinusoidal capillaries located in the liver, larger structures such as cells and proteins are able to exit. Sinusoidal kapillyarlarda esa, ya'ni jigarda joylashgan kattaroq strukturalar, misol uchun hattoki hujayralar, cells va oqsillar are able to exit. Able to degani shunga qila oladi, qobiliyatli degani. Kenga sinonim. Exit chiqish. Ya'ni kapillyarlardan tark eta oladi ekan. Mana bu yerda juda ham chiroyli qilib tushuntirilgan rasmda. Mana bu endotelial qavat. Mana bu endotelial qavat. Mana bu aytganimiz basement membrane. Ya'ni undan shundoqqina keyin joylashgan membrana, unga yopishib turadi. Mana bu yerda intercellular cleft. Xo'p, bo'shliq. Hujayra ichidagi bo'shliq. Mana bu yerda fenestration teshik dedik, fenestration teshikchalar. Bu biza 3 xil ko'rdik kapillyarlarni: continuous, davomiy, fenestrlangan va sinusoidal. Fenestrlangan degan mana bunaqa teshikchalari bor edi. Sinusoidni ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerda basement membranasi butun emas. Mana shuning uchun incomplete deyapti. Agar complete bo'lsa, to'liq bo'ladi. Incomplete bo'lsa to'liq bo'lmagan. Mana bularni complete membrane desak bo'ladi. Mana bu teshiklar bo'lgani uchun incomplete deyapti. Intercellular gap. O'sha hujayralar o'rtasidagi, hujayralar ichidagi bo'shliq. Hujayralar orasidagi desak yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni bular ichidan mana bu bo'shliqlarni ko'rgan bo'lsangiz, qon keladi. Uni tarkibida kislorod, oziq moddalar, turli xil strukturalar bor. Mana bu yerdagi teshiklarning katta kichiligiga qarab har xil ionlar, narsalar o'tadi ekan. Misol uchun continuousda aytdi. Mana faqat suv va ba'zi ionlar o'ta oladi ekan. Chunki ko'rib turganingizdek kichik. Lekin sinusoidda dedi, hattoki hujayralar ham o'ta oladi dedi. Ko'rgan bo'lsangiz, chunki bunda katta. Xo'p, endi the venous sistema. As a whole, umumiy aytganda, the venous system takes deoxygenated blood from the capillaries and delivers it to the heart. Venous sistema oladi, kislorodga to'yinmagan qonni oladi ekan kapillyarlardan, from the capillaries, and delivers it to the heart, va uni yurakka yetkazib beradi, with the exception of pulmonary veins. Yana o'sha pulmonar o'pka venalarini istisno qilyapti. Buni sababini yuqorida ko'rdik. From the heart, yurakdan, blood can be pumped to the lungs and reoxygenated. Yurakdan qon, ya'ni nasos sifatida chiqarilishi mumkin. Qayerga? To the lungs, o'pkalarga, va reoxygenated degani qayta kislorodga to'yinishi mumkin. Mana bu prefixni ko'rsangiz, bu bitta narsani qayta qilinishini bildiradi. Misol uchun ingliz tilida do degani qilish degani, agar redo bo'lsa, bu qayta qilish degani o'sha qaysidir ishni yoki jarayonni. Like the arterial system, the venous system is comprised of different vessels and structures. Like'ni faqat yaxshi ko'rish, yoqtirish ma'nosi yo'q, o'xshash degan ma'nosi ham bor. Bu yerda aytayaptiki, arterial sistemaga o'xshash, venous sistema ham comprised of, bu consist of ga bitta sinonim. Consist ofni boshqacha aytilishi dan tashkil topgandan iborat degani. Different vessel structures, demak turli xil tomir, tarmoqlar, strukturalardan iborat ekan. We shall look at each in more detail
in order of ascending size as we move away from the capillaries. Yana bu yerda artikelga tavsif berib ketyapti, ya'ni har bittasiga in detail qarab ketamiz, to'liq qaraymiz deyapti. Ya'ni size-ni, hajmini kamaytirish uchun. As we move away from the capillaries. Ya'ni ana endi kapillyarlardan bu yoqqa qarab ketamiz. Venaga tomon. Post-capillary venulus. A post-capillary venule receives blood from the capillaries and empties into venulus. Post-capillar venula receive degani qabul qiladi degani, qabul qiladi. Blood. Qonni qabul qiladi from capillaries. Kapillyarlardan qabul qiladi ekan va empties degani bo'shatadi. Empties bo'shatadi into ichiga degani. Venulalarni ichiga bo'shatadi ekan. In addition, qo'shimchasiga the surrounding tissue fluid tends to drain into them. Undan tashqari qo'shimchasiga the surrounding o'sha atrofdagi to'qima degani. O'sha atrofdagi to'qima suyuqligi tends to degani shunga moyilligi bor. Shunaqa bo'ladi. Drain into them. Ichiga suriladi. Faqat kapillyarlardan olmaydi ekan suyuqlikni, qonni o'sha atrofdagi surrounding tissue fluid. O'sha atrofdagi to'qimalarning suyuqligi ham buni ichiga o'tadi ekan. As their pressure is lower than that of capillaries or the tissue. Chunki as bu yerda because ga sinonim bo'lib kelyapti. Chunki ularni bosimi kichikroq ekan, lower than that of degani dan ko'ra. O'sha kapillyarlardagidan va to'qimalardagidan ko'ra bosim pastroq ekan. Ya'ni qonun bo'yicha bosim doim yuqori tomondan past tomonga moddalar harakatlanadi. Ya'ni bizda aytyapti, venani ichida bosim pastroq, to'qimani va kapillyarlarda yuqoriroq. Mana shu uchun venani ichiga o'tadi ekan. Keyingisi venulus. Venulus are continuous with the post-capillary venulus. Continuous degani davomiy. Davomiy venulalar davomiy ekan, o'sha post-capillar venulalardan keyin. They continue to move blood away from the capillary beds. Ular continue davom etadi to move blood away. Qonni uzoqqa olib ketishda davom etadi. O'sha capillar bedni ko'rdik qayerdaligini, qanaqaligini, o'shandan uzoqqa qonni olib ketishga davom etadi ekan. Many venulus unite to form a vein. Ko'plab venulalar unite degani birlashadi degani. Birlashadi. Nima uchun? To form. O'sha shakllantirish uchun, hosil qilish uchun. Form degan hosil qilish. To form a vein. Bitta venani hosil qilish uchun ko'plab venulalar birlashadi ekan. Veins are the major vessels of the venous system. Demak, venalar endi venous sistemaning katta tarmoqlari ekan. They are the final step in the return of blood to the heart. Ular final step degan oxirgi bosqich ekan. Oxirgi bosqich. Qayerda? In the return. Qonni yurakka olib kelishdagi oxirgi bosqich bular venalar ekan. Structure, tuzilishi. Veins generally have a larger diameter and a thinner wall than the accompanying artery. Ularda umumiy olganda have a large, kattaroq diameter bor ekan, qalinroq, thinner degani qalinroq devor bor ekan, than the accompanying artery. O'sha unga sherik bo'lgan, o'sha bilan birga keladigan arteriyalardan ko'ra. Accompanying degani u bilan birga yuradigan. Odatda qon tomirlar bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi. Bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi, ya'ni bitta qaysidir organdan arteriya o'tadigan bo'lsa, unga yaqin joydan o'shaning sherigi sifatida arteriya, ya'ni vena va arteriya birga o'tadi. Bu yerda accompanying deganda yana birga keladigan arteriyadan ko'ra unda diametri kattaroq ekan va devori qalinroq ekan. The vessel wall contains more connective tissue with less elastic and muscle fibers. Demak, bu venalar tarmoqlari wall devori contains tashkil topish dedik. More connective tissue. Biriktiruvchi to'qimasi ko'p ekan uni with less elastic, ya'ni elastik va muskul tolalari kam ekan bo'ladi. Connective tissue biriktiruvchi to'qimasi ko'proq ekan. Veins
vary slightly in structure according to their size. Ular farq qiladi. Vary degani turli tuman bo'ladi degani. Slightly ozgina. In structure tuzilishiga ko'ra ozgina farq qiladi. Tuzilishi jihatidan ozgina farq qiladi. According to degani ga ko'ra, nimagadir ko'ra. Their size. O'lchamiga qarab, o'lchamiga ko'ra ular strukturasida birozgina farq qiladi ekan, turli tuman bo'ladi ekan. Small and medium veins have a well-developed tunica adventitia and a thin tunica intima and media. O'sha kichkina va o'rta venalar well-developed degani yaxshi rivojlangan. Tunica adventitia bu tunica externaga sinonim, ya'ni tashqi qavat. Uni rasmda ko'ramiz hozir. Va thin qalin tunica intima, ya'ni ichki qavat va media o'rta qavatlari bor ekan. Large veins kattalarida esa have diameters greater than 10 mm and a thicker tunica intima. Kattaroqlarida diametri 10 mm dan kattaroq ekan va o'sha tunica intimasi ichki qavati ozgina thicker, qalinroq ekan. Qalinroq. They have well-developed longitudinal smooth muscle in the tunica adventitia. Ularda have bor dedik, yaxshi rivojlangan bo'ylama, longitudinal degani bo'ylama silliq muskullari bor ekan. Ya qaysi qavatida? In the tunica adventitia, ya'ni tashqi qavatida. Tunica externada yaxshi rivojlangan bo'ylama silliq muskullari bor ekan. The media has circular smooth muscle. O'rta qavatida o'sha aylanma silliq muskullar bor ekan, which is usually not prominent except for the superficial veins of the legs, which is odatda prominent emas. Ya'ni unchalik ko'p joyda joylashmagan. Ya'ni keng tarqalmagan. Except for the superficial veins of the legs. Except for, ya'ni istisno deyapti, except degan istisnos bilan, ya'ni superficial, yuzaki, oyoqning yuzaki venalaridan tashqari demoqchi. Oyoqning yuzaki venalaridan tashqari bular, ya'ni circular smooth muscle ko'p tarqalmagan ekan, faqat mana shu yerda bor ekan. Veins contains valves that primarily prevent the backflow of blood. Venalar klaplarni tashkil topgan ekan, that primarily asosan prevent, oldini oladi nimani? The backflow of blood. Mana shu juda ham zo'r so'z, o'rganish kerak. Qonni orqa oqimini oldini oladi ekan. Qonni orqaga oqishini oldini oladi, ya'ni u yerda odatda tezlik past bo'ladi, yuqoriga ko'tarilishi kerak. Agar klaplar bo'lmasa, yana pastga tushish ehtimoli yuqori. Shuning uchun bu yerda klaplar bo'ladi. They also act together with muscle contraction, squeezing the veins to propel blood towards the heart. They also act together degani ular bundan tashqari birgalikda harakat qiladi. Nima bilan? With muscle contraction. Muskul qisqarishi bilan baravar harakat qiladi ekan. Ya'ni squeezing degan siqish degani. Siqish. O'sha venalarni siqadi ekan. Nima uchun? To propel blood towards the heart. Propel degani haydash degani, oldinga surish degani. Qonni yuqoriga, ya'ni oldinga haydash. Towards the heart, yurak tomonga haydash uchun ular muskullar bilan, muskul qisqarishi bilan baravar harakat qiladi ekan. Mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin tuzilishini, arteriyalarni va venalarni. Mana bu eng tashqi qavati, mana tunica externa, tunica adventitia dedik. Mana bu o'rta qavati, mana tunica media, tunica interna. Mana bu eng ichki qavatlari hisoblanadi va ikkalasida ham elastik to'qimalari bor. Bundan tashqari mana bu venada o'ziga xos bo'lgan klaplar bo'ladi. Lumen degani ichi mana shunaqa bo'sh,
a'zolarni ichki o'sha bo'sh joyi lumen deyiladi. Ichaklarni ham ichi lumen deyiladi, misol uchun. Xo'p, bo'shliq desak bo'ladi. Mana bu yerda esa qon oqimi ko'rsatilgan. Qon oqimi, ya'ni arteriyalardan venaga tomon, mana bu yerda arteriola, keyin metaarteriola, kapillyarlar, venola ketadi. Mana bu yerda kapillyarni mana bu kichkina qismini olib ko'rsatgan. Mana bu endoteliya qavati, kapillyar. Demak, mana shu rasmlar ham ancha yaxshi esda saqlasa bo'ladi. Shu bilan bugungi video dars tugaydi. Xuddi mana shu artikelni, maqolani PDF shaklini Telegram kanaldan topishingiz mumkin. Telegram kanalda xuddi shu holatda turibdi. Undagi yangi so'zlarni yana ham yaxshiroq o'rganish uchun. Dars yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va like bosish esdan chiqmasin. Keyingi darslarda ko'rishguncha.